Xurmoning foydalari. Menga obuna bo'lib, layk bosishni unutmang. Xurmo birinchi navbatda yurakka foydali. Jigar va buyraklarni mustahkamlaydi, qonni oziqlantiradi, kamqonlikda davo, immunitetni oshiradi, ichaklarda ichaklarga foydali, o'pkani yo'talni davolaydi, balg'amni ko'chiradi, saraton xavfini kamaytiradi, falajni oldini oladi. Homiladorlarga ham judayam foydali. Homiladorlar ko'proq xurmo iste'mol qilsa, tug'ishni osonlashtiradi. Oshqozon ichak sistemalarini tozalaydi, teri, soch, tirnoqni mustahkamlaydi, qalqonsimon bez faoliyatini rivojlantiradi. Vitaminlarga boy. Xurmoni yilni istalgan vaqtda iste'mol qilishingiz mumkin. Lekin xurmo kuzga kelib pishadi, buni hamma biladi. Vitaminlarga boy meva. Azizlarim, xurmo haqida bilganlarim mana shular. Menga obuna bo'lib, layk bosishni unutmang. Keyingi videolarimda ko'rishguncha Allohimga omonatsiz.